Koreya vaqti bilan 2:30da biz obed qilib o'tirgandik. Internetga kirishimni bilaman. Kommentariyamda bir dunyo nechta videoimni tagiga moshenniklar, pulimni qaytib beringlar, bular moshennik ekan, saytlar ishlamaydi ekan deb tikirsam, 3ta podpischika bor, bitta opamiz yozibdi. Xo'p, 10:30da bizga 49.900 pul tushgan ekan saytimizga va 33ta shunaqa gaplarni yozib chiqib ketyapti 3 minutda qizlar. Endi saytga kirsak, u nimasini chekini jo'natmagan ham, o'zini interneti yaxshi ishlamagan, bizga hali kelmagan u chek. Kelishi bilan, ko'rinishi bilan o'zi avtomaticheski ochiladi yuz analizi. Endi nimaga bepulmas? Qizlar endi qaranglar, bitta sayt qilish uchun juda ham ko'p summalar ketadi. Uni o'zingizlar surishtirib bir vositalar ham bo'ladi. Qancha oylab mehnatimiz ketadi. Men o'zim 4 yildan beri yuzda muammolari bilan ishlayman. Har kuni mana 100 tadan ham oshiq opa-singillar bilan gaplashaman. 100 kishiga vaqt ajratishim kerak. Xo'p, o'zimga yengillik bo'lish uchun pul ketsa ham shunaqa tizim qildimki, u tizimda mijoz uyda o'tirgan holatda yuzini analiz qilib, analizini menga jo'natadi. Men o'zim har bittasi bilan individual ko'rib, analizlarni ko'rib, mahsulotlarni yig'ib beraman. Ish osonlashadi. Chunki assalomu alaykum deb yozadi, men yuzingiz haqida ma'lumotlar bering deyman. 1-2 soatdan keyin yozar, shunaqa qilib bir kishi bilan kechgacha gaplashishga to'g'ri kelib qoladi. Saytda srazu analiz tushgandan keyin men analizda ko'rib, hamma daniylaringiz bo'ladi, yuzingiz holatiga qarab mahsulotlarni yig'ib beraman. Bu menga ham, sizga ham oson bo'ladi. Endi boshqa mahsulotlargacha ularga konsultatsiya olish shart emas. Masalan, shampunlar, apparatlar olmoqchi bo'lsangiz, saytga kirib, hamma narsani polni ingredientlari bilan yoki boshqa narsalarni ham narxlarini, ishlanishlarini o'rganib chiqib turib skrinshot qilib, srazu bizga mana shu narsalar xarid qilaman desanglar yoki srazu saytda o'zidan xarid qilsanglar ham primoy bizga tushadi. Hech qanaqa moshenniklar yo'q. Mana necha yildan beri ishlayman, o'zim mijozlarim biladi. 1 so'm pulga xiyonat qiladigan inson emasman. Kim 1 so'mning ustida hech qachon dumalamayman men. Endi nimaga bekarga emas deyotganlar, mendan 100 ta olmaydigandan 10 ta oladigan odam yozsa, mening ham energiyam yetadi haligi odamlarga. Uje yana yozamanmi demayman. Chunki oladi, chiroyli gaplashadi, niyati olish, meni hali vaqtim olish boshqa emas. U odamlar 50 ming so'm pulga qaramaydi qizlar. Meni klientlarim shunaqa 50 ming 100 mingga qaramay, yuzini analiz qildirib, to'liq o'rganib, konsultatsiya olib, mahsulot xarid qilishadi. Mahsulot xarid qilganda o'zi u 50 mingdan ko'p summasini men skidka qilib beraman. Bilishadi meni. Har doim klientlarimga chiroyli skidkalar qilib, xursand qilishim, sovg'alargacha qo'shib beraman. Bu tarafdan rozi bo'lishadi doim. Endi besplatniy degan narsaga, besplatniy sayt qilish bepulmi qizlar? Birortasi kelib menga bepulga sayt qilib beryaptimi? Ha, bittalar analiz qilganinglarda servislarga men pul to'layman. Oylik to'lovlari bor. Yaqinda Play Marketga chiqadi. Hozir sinov muddatdamiz. Play Market to'lovlari bor. To'lov shunaqa ko'p, hammasini men vaqti-vaqtida qilib, sizlarga yaxshi servis qilib beryapman. Shunga harakat qilyapman. Men adminlarni qo'yib konsultatsiya qilib bering deb qo'ygan taqdirimda ham Nilfarda o'zi yozsin, o'zi konsultatsiya bersin deydi. Shuning uchun hammamiz bir-birimizni mehnatimizni hurmat qilaylik.